Juma kuni salovat aytayotgan odamni salovatini beparishta quloqim bilan eshitaman deyaptilar. Alloh o'zi salovat aytilganda va'dasini bergan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam inni asma'u salati mimman yusalli alayya bi udni deganlar. Juma kuni salovat aytayotgan odamni salovatini quloqim bilan eshitaman degan ekanlar. Bitta odam salovat aytsa, odatda bitta farishta salla fulan ya Rasululloh deb oborar ekanda, palonchining o'g'li pistonchi mana bu salovatni aytsa qabul qilsinlar desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va alaykumussalom va rahmatullohi va barakatuh deb qabul qilar ekanlar. Bizni salomimizni shuna qabul qilar ekanlar. Juma kuni salovat aytayotgan odamni salovatini beparishta quloqim bilan eshitaman deyaptilar. Sallallohu alayhi Rasululloh. Juma kuni bo'lsa bekarga salovatni ko'paytiring deyilmagan.